Saraydan çıktı yarım, ok libasqa uğurlup. Saraydan çıktı yarım, ok libasqa uğurlup. Arkasıdan men çıkarman, halçılık tek tulgunup, tulgunup, tulgunup. Bana meyli barmıkin yanım, bana meyli barmıkin yanım. Sen menin yarım dep, gözleri xumarım dep. Sen menin güzel yarime, kelgin cananım dep. Sarayının bağıdı bir gül, gülün özü yarım şu gül. Ah sarayının bağıdı bir gül, gülün özü yarım şu gül. Gül yüzünge xaridar men, aşığın men, bir kara men, biganen men, divanen men. Bana meylin var mıkin yarım, bana meylin var mıkin yarım. Sen menin yarım dep, gözleri xumarım dep. Sen menin güzel yarime, kelgin cananım dep. İntizar men bir kürüşke, kaçan çıka dep gül üzüşke. İntizar men bir kürüşke, kaçan çıka dep gül üzüşke. Gül yüzünge xaridar men, aşığın men, bir kara men, biganen men, divanen men. Bana meylin var mıkin yarım, bana meylin var mıkin yarım. Gözleri xumarım dep. Sen menin güzel yarime, kelgin cananım dep. Sen menin yarım dep, gözleri xumarım dep. Sen menin güzel yarime, kelgin cananım dep. Sen menin güzel yarime, kelgin cananım dep. Yaxshimisiz. Meni mush sanda yetishtirib o'stirgan hurmatli ustozim Abdulla Abdurim ustoz. Rahmat. Yana har qaysi muhtaram ustozlarimiz Kamini Yusufjon Mijitdin hammanglarga seg'inib turib hurmatli salomlar bo'lsin. Voy Yusufjon, hozir sening gibi. Kimning gapini shu keldi degan shu kajmo. Mushu Şu sağ jo da degan. Rahmat. Bugun kelishingmi? Bugun kelishim ustoz. Manga o'rilib qo'yamiki deb keldim-ku. Sa o'rilib bo'lgan biz. O'rikliklar. O'rilib bo'lgan yerimiz shu degan. Bugungi naqshangni aytib chiroyli, go'zal naqsh oldu. Chiroyli. Tak yaradi bizga. Ustoz rahmat. Garchi musobaqa ekanmagan bo'lsangmi endi bu naqshni so'rab ketdi. Tekstirmi chiroyli ekan. Tekstni kim yozib berdi? Teksti mening yaqin kasbdosh birodarim Mehmetjon Mijitning, muzikasi shu Mehmetjon Mijitning. O yomon jinob Mehmetjon Mijit yaqindan beri. Mush fursat shu. Har qaysining javob etib ketdi deb shu ustozim Abdulla Abdurim ustoz boshchiligida barcha muhtaram ustozlardan hol so'rab keldim. Rahmat.
Sen arqılıqça biz Üçtürpandagi bütün urug' tuqqanlarga, her millat xalqiga salam ayta olamiz. Sen şu salamlarimizni yetkizib qo'ygin. Biz faxrlanyapmiz. Üçtürpandan Yusufjon, Sami qatorliq yosh bolalardan boshlab Örnek gelip yaxshi naqshchi bolalar chiqyapti, o'rganyapti, musobaqa to'xtamay qatnashyapti. Qatnashganlarning hammasi xeli omdan baho elyapti debchi. Rahmat ustoz. Şu tunji qara, tunji qatim müşsaniga chiqib, mana hozir qadar Yipek Yolu Sadası programmasi bilan zich bog'lanib, Yipek Yolu Sadası programmasidan ayrılmay, hem Yipek Yolu Sadası programmasi meni tosh etmay hozirgacha mana ulashib kelyapmiz. Hozirgacha mana 6 qara davomlashibdi. Hemen ayt xo'sh olib bizga mush fursatni yaratib bergan Buğra Medeniyet Taqdis şirketi hamda mushu Buğra Medeniyet Taqdis şirketini qurgan bizning ustozimiz Muxtar Buğra efendimga ko'p minnatdorligimni hamda rahmatimni bildiraman. Rahmat. Meni mushu sanada yetishtirgan, o'stirgan, tarbiyalagan ustozim Abdullah Abdurim ustozga yana davomli ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Rahmat ustoz. Sana rahmat. Yaxshi adam bo'lding emasmi? Naqshimi aytdingiz qara ukam. Naqshinimi o'zingni kasb qilgandan keyin, amini aytgandan keyin cho'qim haq yarig'idak aytishing kerak. Bizning eng bak kutadiganimiz tunji qarordan boshlab biz shogird tarbiyalayapmiz, ham bir odamlarni tarbiyalayapmiz. Uning odamiyligi birinchi o'rinda turdi. Agar uningda qancha zo'r qobiliyat bo'lishidan qat'iy nazar biz jamiyatga chiqargandan keyin xalq e'tirof qilmasa, uning yaxshi bahosiga erishamasa, o seningla emas, bizning yuzimizga yaxshi emas. Bizningla emas, mush o'tgan barliq ustozning mush programma gruppasining hatto naydi yaxshi bo'lmaydigan narsa shu. Biz boshdan tortib o'qituvchilarimizga chaqchaq qilma dedik, rost dedik. Eng muhimi bir yaxshi fazilat egisi bo'lish kerak, qaysi kasbda bo'lsa. Men mush bo'ldim da xush. Endi cho'ng ish qilib berib biz uchun osmonni yana osmon qilib beryapmisan. Kasbida hamda hammamizga yaraydigan naqsh aytalaydigan bo'lar. Eng muhimi menga bak yaraydigan yeri oli cho'ng emas, kamitar, bak davrangchi emas. Mushu taraflari menga yaraydi. Xizmatni qilib bitsak el ko'z bo'ldi-chu. Ashu yerlaring bak yaraydi, davomli ashta tirish qaysa ukam. Rahmat ustoz, rahmat. En ahırı deydiğim şu 6. qara Yipek Yolu Sadası programmasiga qatnashayotgan barcha bizning kasbdosh inlarimizga omad qutuqlarni tilayman. Barcha mayirlarning mush sanda texma yuruk yulduz bo'lib chaqnashini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat.